Hozir mashhur yo binti degan narsani so'rashdi. Hamma eshitgan-u, endi eshitmaganlar ham bormi yo'q? Tantoviy yoshlari 95larga kirib yaqinda vafot qildilar. Alloh rahmat qilsin, suriyalik olim. Shu Ali Tantoviy qiziga qarab turib aytgan ekan. "Ey qizim," debdi. "Men yoshim 50 ga kirdi." Kitobda 50 yoshda yozgan. 50 ga kirdi. 50 yoshga kirdim-u, lekin dunyoni hamma mamlakatini kezib qo'ydim. Yaxshi yomonni juda ko'p bilan ko'rishib, gaplashdim. Meni yoshimdan kelib chiqib, yaxshi yomonni ko'rganligimdan, ko'p shaharlarda kezib qo'yganligimdan kelib chiqib aytadigan bir nasihatimga quloq solgin. Mendan boshqasidan bu gapni eshitolmaysan. Odamlarni isloh qilamiz deb nasihatlar qildik, kitoblar yozdik, da'vatlar qildik, gapiraverib tillarimiz charchab ketdi, yozaverib qalamlarimiz zerikib ketdi. Lekin hech ham yaxshi taraf odamlar o'zgarmadi. Balki biz nasihatni qilyapmiz, yomonlikning doirasi juda kengayib ketyapti. Fasod yoyilgandan yoyilyapti. Bitta shahardan ikkinchi shaharga qarab cho'zilib ketyapti. Bu ko'krak ochiqlik xotinlarda ichida, bosh yalang'ochlik, ishton kiymaslik degan narsa shu darajada kengayib ketdiki, deydi. Kengayib ketdi, quvvat shunday rivojlandiki, birorta islomiy o'lka, musulmon yashaydigan o'lka shu ishdan chetda qolmadi. Hammasi shu ishga hozir mubtalo bo'ldi. Hatto meni bilishimcha deydi, islomiy o'lkalar bu ishdan najot qolmaganidek, najotda chetda qolmaganidek, o'zini avratlarini yashirishga, ori nomuslarni himoya qilishga eng qattiq e'tibor beradigan davlat Suriya davlatining xotini ham hammasi ko'chaga ochiq ketib bordi. Biz najot topolmadik, nasihat qildik, muvaffaqiyatga erisha olmadik. Nimaga? Bilasanmi qizim? Nasihat qilaveribmiz ekan. Odamlarni yaxshilikka chaqiraveribmiz ekan, lekin nasihatni yo'lini bilmagan ekanmiz biz. Yo'l qaysi o'zi yo'l? U nasihat qiladigan, odamlarni isloh qiladigan, odamlarni tuzatib qo'yadigan eshikning kaliti kimning qo'lida? Kimdan o'sha kalitni olsak bo'lar ekan, eshikni qanaqa qilib ochish kerak ekan deb izlaveribmiz, bilmabmiz. Endi qariganimda bildim. Odamlarni isloh qiladigan eshik xotin kishi bo'lar ekan degan. Xotin kishi bo'lar ekan. Ey qizim, u isloh qiladigan eshikning kaliti qizim seni qo'lingda turar ekan. Gunoh juda katta yo'l. Juda keng yo'l. U katta yo'lga, gunohning yo'liga birinchi bo'lib qadamni birinchi xotin kishi bosadi, erkak kishi bosadi. Erkak kishi bu shunaqangi qadam bosadiki, u bosaytirgan qadamni qiyomatga qadar xotin kishi bosolmaydi, ey qizim. Ya'ni erkak kishi bo'lmasa, ayol kishini hech kim buzolmaydi degan. Ey qizim, gunohning yo'liga birinchi bo'lib ilk qadamni erkak kishi bosadi-yu, ammo seni roziliging bo'lmaganda u qadamini bosolmas edi deydi. Seni muloyimliging bo'lmaganda u qattiqlik qila olmas edi. Sen go'yo o'g'riga chiqib olib, marhabo uyimizga kelsinlar, tashrif buyursinlar, marhamat qilsinlar deb turib taklif qilgansan. O'g'li keldi. O'g'li kelib, seni butun narsangni o'g'irlab chiqayotgandan keyin voydod, odamlar yordam beringlar, meni o'g'ri urib ketdi deb baqirgan odamsan deydi. O'g'rini orqasidan quvlab chiqib baqirganingda o'g'rini topish ham mumkin. O'g'rini o'g'irlab ketgan narsasini ham topish mumkin. Ammo ori nomus degan narsani o'g'irlab ketgandan keyin o'g'risini topasan, ammo ori nomus o'g'irlangan qaytib kelmaydi degan. Bo'rini ro'parasida turgan qo'zichoqqa uni chiroyli terisi kerak emas. Qo'ng'iroqlik uni sochlari kerak emas. Bo'riga uni 1 kilo 2 kilo qo'zichoqni go'shti kerak xolos. Sen ro'parangda turgan erkakga seni odobing ham kerak emas, chiroyli ko'ylaging ham kerak emas unga. Chiroyli mayin qilib, iljayib, qishib, unga qishanlab oldirib gapirishing ham kerak emas. Seni ori nomusing kerak xolos unga. Sen ro'parangdagi erkak shunaqangi sendan ori nomus qimmatbaho narsani talab qilyaptiki, u mabodo uni orqasidan senga dog' keladigan bo'lsa, qiyomatgacha seni butun avloding nasabingni bulg'ab yuboradigan ulug' bir narsani sendan talab qilyapti. Ey qizim deydi, qasam ichib aytamanki,
ro'parangdagi bir erkak seni ro'parangdan chiqdi. Hech qaysi bir begona erkak, nomahram erkak o'zini ro'parasidan qarshisidan bir begona ayolni ko'rganda, xayolan uni hali ayolni kiyimlarini yechib tashab turib, xayolida yalang'och qilib hali ayolni tasavvur qilib ko'rmasa, meni betimga kelib tupurib yuborgan. Nima qilasan uni ro'parasiga o'zingni olib chiqib deydi. Hamma erkakda ham nafs bor-ku. O'zingizni qiyoslab ko'ring-da. Sizni ko'ngilingizga necha narsalarni shayton olib kelyapti, o'zingiz xohlamayman desizam. Sizni ham qizingizni, sizni ham xotiningizni ko'rganda olib keladi shayton ularga ham. U degani faqat sen iflosdan narigi erkaklarda hammasining ko'ngli toza degani emas, ularda ham ko'ngilda o'sha shayton bor. O'sha nafsi bor ularda ham. U begona erkaklar kelib san ro'parangda biz sizni xulq atvoringizga ish qilyapmiz. Sizni bizga nimangiz, or nomusingiz kerak emas. Biz siz bilan faqat do'stona yaxshi ko'rishamiz siz degan gaplarga aldandingmi? Xudoga qasamki, bular hammasi yolg'on. Erkaklar, begona yigitlar o'zlarini xilvat qorong'i joylarda kelib olib, ayollarga qilgan yomonlik, xunuk ishlari to'g'risida gaplashib o'tirganlarni eshitganingda edi, ularning betlariga tupurgan bo'larding. Endi men shunaqangi nasihat qilaman, ey qizim. Erkak kishi shunaqangi gunoh qiladi. Seni aldaydi. Seni yo'ldan uradi. Sen bir soniyalik lazzatga u bilan sherik bo'lding. U chiqib ketdi. Chiqib ketib, seni to'g'ringda ozgina ham tashvish qilmaydi. Kichkinagina narsa ham uni qalbiga og'irlik paydo qilmaydi. Ammo u vaqtdagi seni qorningdagi bolani og'irligi seni qaddingni bukib qo'yadi deydi. Shunaqangi yomon narsa ayol kishini ori. Shunaqangi qimmatbaho narsaki, erkak kishini qilgan gunohini odamlar kechiraveradi. O'g'il balachilikda bo'ladi deydi, ammo qiz balanikini kechirmaydi deydi. Qarib kelsa bu buzuq kampirda uradi seni deydi. Qiz balani shunaqa qimmat bo'ladi deydi. Qiz balani ori nomusini qattiq himoya qilish kerak deydi. Endi bularga men hammasiga nasihat qilib turganimda, avvalo nasihatni Xudodan qo'rqin, Xudodan qo'rqin, Xudo ko'rib turibdi deb boshlayman nasihatni. Bulardan qo'rqmadi. O'zini o'ylamadi bu bilan. O'ylamasa endi men unga bu kasalliklar orqasida keladigan bu ishlar, yomon xunuk ishlar orqasidan keladigan kasalliklari borligi bilan ularni ogohlantirgim keladi. Ular bilan ham o'zini o'nglamadi. Endi ularga bunday deyman, deydi. Xotin kishiga aytaman deydi. Qizimga aytaman. Ey qizim, dunyoda hech narsa abadiy turmagan. Hech narsa abadiy turmagan. Dunyoning abadiy emasligiga ishoralar juda ko'p dunyoda. Dunyoni foniy ekanligiga alomatlar juda ko'p. Har bir kamolotning zavoli bor. Quyosh rasa tepaga chiqib ketganda ham botib ketadi baribir. Rasa tepaga chiqadi. Lekin botishi ham bor unda. Teri har qancha cho'zilgan bilan cho'zilib osmonga chiqib ketolmaydi. Bu da kamolga yetib kesib tashlaydi uni. Ey qizim, dunyoda nima narsa abadiy turganki seni bu go'zalliklaring senda abadiy tursa. Odamlarni ko'rganda o'ziga jalb qilib qaratib qo'yadigan bu go'zalliklaringni bir kun kelib shunaqangi xunuk bo'lib ketasanki, qizim deydi. Betingga shunday ajinlar tushadi, betlaring haydalgan yerga o'xshab ketadi. Odamlarni ko'rganda jalb qilayotgan bo'yalgan, aynaqangicha sartaroshxonalarga borib to'g'rilayotgan bu sochlarni, salonlarga borib to'g'rilayotgan sochlarni eshak dumiga o'xshab ketishlari ham bor hali. Hech kim qaramaydi, o'zini choli ham qaramay qo'yadi. Demak, bu narsa nima bo'ldi? Dunyoda hamma narsani o'tkinchiligiga dalolat qiladi. Dunyoda seni o'tkinchilik, o'sha nimaning go'zalliklaring, jamollaring sendan yuz o'girib ketganda atrofingda parvona bo'lib turgan yigitlardan bittasi ham qolmaydi deydi. Ular ham u yoqqa qarab yuz o'girib ketaveradi. Go'zallik baqa ketadi, bular aqa ketadi, o'zing yo'lda o'rtasida qolib ketasan deydi. Chetda Tantoviy o'zining nasihatini shunday deb tugatadi. Aytadilarki, Brussel degan shaharga bordim. Shaharga borib, katta bir majlisda ulamolarning ilmiy majlisda ishtirok etdim. Majlisdan chiqdik. Shahar aylangani meni Nadim degan birodarim olib chiqdi. Bir yo'lga keldik, katta chorrahaga keldik. Svetoforda turib, endi o'tib ketmoqchi bo'lib turibmiz. Shunda chorrahada odamlar svetofor yonida piyodalar o'tish uchun hamma o'tib ketyapti, bir kampir turibdi. Oq chiziqning ustida turibdi. Butun badaniga qaltiroq tushgan. Betlariga ajin tushgan. Shu qaltirab yonida mashinalar urguday bo'lib o'tib ketyapti, lekin birov haligini qo'lini ushab turib, keling ena deb siz u yoqqa o'tkazib qo'yay demayapti. Men rahmim keldi Ali kampirga. Yonimda turgan o'rtog'imga aytdimki, Nadim, uni shogirdlaringizni birortasiga aytsangiz bo'lmaydimi, shu kampirni qo'ldan ushab,
u yoqqa o'tkazib qo'ysa bo'lmaydimi desam, "Ey Ali" dedi. "Shu kampir bir vaqtlar shu shaharda shunday go'zal qiz edi. Shu shaharda fitnasi bo'lgan. Ne ishda odamni bu yo'ldan urgan. Bu shunaqangi go'zal, shunaqangi jamoli, zebi nisolidek shunaqa go'zal ayol bo'lganki, buni bir og'iz shirin so'zini eshitamanmikin deb odamlar cho'ntagidagi pulini ham tashavergan, onasiga aytmagan shirin qalbidagi so'zlarini ham shuni oldiga tashagan. Bir marta loaqal so'z eshitamanmikin shundan. Bir marta shu qo'liga qo'lim tegib qolsa ham mayli deb turib, hamma narsasidan odamlar shuni qarshisida kechib yorgan. Ammo harom ishda oqibatida, ochiqlikning oqibatida Xudo taolo buni shunday xor qilib qaritdiki, bepulga qo'lim ushaydigan topolmayapti endi deydi. Xudo taborak va taolo Oysha onamizga va Oysha onamiz singari boshqa janob Rasulullohning ayollariga va qarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ey payg'ambar nabiy muhtaramning ayollari, uylaringizdan chiqmay o'tiringlar dedi. Ko'chaga chiqsalaring mayli, o'ranib yursalaring bo'ldi demayapti-da, gap qarang-da. Uyda o'tiringlar deb gapni boshlayapti Xudo taolo. Uyda o'tiringlar. Jahiliyat ayollari o'tgan zamonda, jahiliyat mana hozirgi davrda, masalan, o'rislar davrini emassangiz, jahiliyatdan battar davr edi. O'rislar davri. Endi shu jahiliyatda ochilganda qangi ochilib yurmanglar deyapti Xudo taolo. Jahiliyatda ochilishida qangi ochilib bormanglar. Yana bir joyda fala takhza'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun va qulna qawlan ma'rufa. Ey janob nabiy muhtaramning ayollari, begona erkakni ko'rganda ovozlaringni mayin qilib gapirmanglar dedi. U ro'paralaringda turgan erkakning qalbida iflosligi, marazi, fisqi, fasodi bo'ladigan bo'lsa, sizlardan yomon ishni umid qilib qoladi dedi. Endi bizda-chi buni aksi. Erga shirin so'z yo'q. Bolangizga qarang desa, bolangizga qarangmi deyapti. Masalan, charchayotibman, ovqat qilaymi sizga, kriz yo'qmi, darzonlaymi deb do'q ishlayapti. Lekin begona erkaklar oldida chipir-chipir qilib to'ylarda o'ynab ham yuribdi masalan. Chiqib olib. Uni oldida chiqibsa erkagi pul qistirishdan orqimayapti. O'zini shunaqa go'zal xotini borligidan faxrlanyapti. Shunaqa qilib qizi chiroyli bo'lib kiyinib begona erkaklarni ko'zi masalan ko'zini alang-jalang qilib oldidan o'tkazib turganda, hayrat-ya, bizdan ham shunaqa qizlar tug'ilar ekan deb faxrlanyapti nishtasi. Zino orzu qilgan odam nishta. Yo'q, hozir namoz o'qimasdan turib, Xudodan qo'rqmasdan yurgan odamni aksarini ko'rsangiz ahli zino bo'lib ketibdi hammasi ham. Puli bo'lsa zinoyi boryapti, ammo puli bo'lmasa-chi, menga ham Xudo bersa, men ham Farg'onaga borardim degan orzuman nishta. Yo'q, o'sha qilgan bilan bir xilda gunohkor bo'lib turaveradi u ham. Endi shunaqangi ayollarni yopinishi zarur ekan. Hozir zamon fasodga to'lib ketgan vaqtida ayollaringizni qattiq himoya qiling. Ayollarni yopinishga, kelin qizlarni yopinishga qattiq e'tibor berish kerak. U hammasi barbod qilib tashlaydi, go'ringizni kuydirib tashlaydi. Go'rbisi o'zat, degbe jo'shatdan qilmaslik kerak. Qozonim qaynasa qaynaversin, lekin go'rim nima bo'lsa kuyib ketsin, qozonim qaynasa bo'ldi demaslik kerak. Xotinni ham ishga chiqarib yubormaslik kerak. Qozon qaynayapti demaslik kerak. Go'rni kuydirib yuboradi o'sha narsa. Davr shunaqa bo'lib qoldi hozir. Qozon qaynasa qaynasin bo'ldi, lekin go'rim kuyib ketsa nima bo'ldi? Ishim yo'q men deyapti. Xotinning javobgarligi shunaqangi, buni javobini beradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning sahobalarini Ummu Maktum degan sahoba, ko'r sahoba bo'lganlar. Qur'onda Xudo taborak va taolo shunday haqlarda sura Abasani nozil qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning uylariga kelganda Ummu Salama onamiz bilan Oysha onamiz yo Maymuna onamiz ekanlar. Ikkovlari shu erkakdan qochmagan ekanlar. Bu kishining ko'zlari ko'r deb turib, janob Rasululloh g'azab bilan shularga qaragan ekanlar. Ya Rasululloh, bular bu kishi ko'r-ku, bizni ko'rmayaptilar-ku dedilar. Masalan, "Sizlarning ko'zlaring yo'qmi?" dedilar. Siz ko'rasiz. Bu degani faqat erkak kishi begona xotinni ko'rmasin degani emas. Ayol kishining ham haqqi yo'q begona erkakni tomosha qilib o'tirishga. Or hamiyat degan narsa ham kerak edi erkak kishiga. Endi bitta gap shetda oxirida bir zot domla aytgandilar. Bozorga chiqing. Hali oq qanti parvarda qand deydi-yu, bu yerda parvarda deydimi ekan? Bizda pechay qand deydi. Ana o'sha pechay qanti bozorda borsangiz 1 kilo shakardan ham arzonroq pulga beradi. Chollar yeydi uni. Yumshoq qand bo'ladi. O'sha parvarda qanti 1 kilo shakarni puliga beradi. Qog'ozga o'ralgan qanti 2000 ga beradi.
ichiga oq qog'oz o'rab turib, yana ustidan yog' o'tmasin deb yana bitta qog'oz o'rab, yaltiroq qog'ozlar bilan uni 5-6 mingliklari ham bor. Shuni aslida olsangiz hammasi shakardan bo'ladi. Bittasi tilla odam, bittasi kumushdan bo'lib qolmaydi. Hammasi shakardan bo'ladi. Lekin o'ralgan sari narxi oshaveradi. Xotin kishi ham shunaqangi bo'ladi. Xudoning oldida xotin kishining narxi o'ralish bilan ko'tariladi. Ochilgan sari pechga qanday bo'lsa narxi tushib qoladi. Qancha o'zini himoya qilib yashirsa Xudoning ham oldida narxi oshadi, bandani ham oldida narxi oshadi. Ha qizim ko'chaga yasanib chiqmasa, buni birovlar ko'chada ko'rmasa, qizim o'tirib qoladi degan tashvish qilgan odamdan ahmoq odam bo'lmaydi. Odamlar shunaqa narsa ham bor ekan, eshitganman shu narsani. Ha deydi, qizingni ko'rmasa kim kelin qiladi deydi. Hech qizini kelin qilish uchun ko'chaga shunaqa qilib yalang'ochga ochib qo'yish shartmikan? Agar balonchi mahallaga borib tilla ko'mib qo'yibdi shetga desa deydi, amakim aytganlar. Tilla shaka bir mahallaga tilla ko'mibdi, hech kim qaytdan bilmasagan desa, shu mahallani kovlab yurishaveradi, topib qolamga men tilloni deb. Qizingiz ham shunaqangi. Agar Xudoni tanitib qo'yib, uyingizga yashirib shikatligiga tiqib qo'yganingizda ham, chetda palonchini qizi borgan, Xudodan qo'rqargan, namoz o'qiragan deb, qaytda bo'lsa ham kelib topib ketadi. Siz o'ylagan bo'lmaydi. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ko'p ishlar bor sizlarning nazarlaringizda yomon bo'lib ko'rinadi-yu, ammo sizlar uchun o'sha narsa foydali dedi Xudo taolo. Ko'chaga chiqmasligi sizga shayton uni jo'ya xuddi qilib ko'rsatadi-da, chiqarmaslik deydi, kim oladi buni deydi. O'tirib qolar shu bilan deydi. Agar ibodatli bo'lsa, namozxon bo'lsa, Xudoning tanisi ilmi bo'lsa, u erta kunda u turmushga chiqib, yana chiqqanda ham juda baxtli joyga tegadi. Xudodan qo'rqadigan, o'ziga o'xshagan munosib joyga tegadi. Qayni ochig'ida kim oladi? Ochig'ida ochiq oladi-da. Ochig'ida o'ziga o'xshagan ko'chada ro'bara kelgan bilan gaplashadigan odam oladi. Endi chiqay turganda yaxshisi, lekin bir kamdan kam bo'lib qoladi. Lekin Xudo taolo aytadiki, al-xobisatu lil-xobisin, ifloslarga iflos ro'bara qilaman deydi. O'xshatmada uchratmaslik ham tagi bor. Yaxshiga yaxshi chiqadi, yomonga yomon chiqadi. Bitta gap shu yerda, endi tugatamiz shu bilan. Hammaga zarur gap. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning huzurlariga bir ayol keldi. Ya Rasululloh, haqdan Xudo taolo hayo qilmaydi dedilar. U gapini uyatli gap ekan, u kishining gapi. O'shanga oldin hali ruschasiga aytganda strahofka qilib turib gapiryaptilar. Xudo taolo haqda hayo qilmaydi, haqdan uyalmaydi, hayo qilmaydi, hayo qilmaydi. Bir narsa so'rasam bo'lmasa, so'rang. Ayol kishi ham tushida erkak kishi ko'rgan narsani ko'rsa nima bo'ladi dedi. Janob Rasululloh g'usl qiladi dedilar. Shunda Oysha onamiz bilan Ummu Salama onamiz roziyallohu taolo anhuma ikkovlari hali ayolning gapidan hijolat bo'lishib, "Ya Rasululloh, ayol kishiga ham suv bo'ladimi?" deb so'radilar. U ham erkak kishiga o'xshab tush ko'radimi dedilar. Janob Rasululloh aytdilarki, soddasiz-da. Ayol kishida suv bo'lmasa nima? Ayol ona tarafiga o'xshaydi. Ayolda ham suv borligi uchun ona tarafiga ota-onalarga o'xshab ketadi farzand dedilar. Faqat otaning suvidan farzand bo'lmaydi, onada ham bo'ladi, otada ham bo'ladi deydi. Endi kitobda egalari aytadi-ki, Oysha onamizdan Xudo taolo dinni yarmi ilmini tarqatib o'rgan. Bitta ayoldan, Janob Rasululloh bir ayollardan Xudo taolo dinni ilmini yarmini tarqatgan. Ayollarga tegishli masalalar hammasi Oysha onamiz vositalarida bilingan. Shu darajada ilm bo'lib turib, shu darajada kamolat sohibasi bo'la turib, nima ayol kishini tush ko'rishini bilmadilar? Nima ayol kishi ham tushida bulg'anishini ilmini bilmadilar? Desam, kitobda aytadiki, Xudo taborak va taolo dunyoda payg'ambar jo'natgan, necha ming payg'ambar jo'natgan bo'lsa, o'sha davrini eng pokiza insonlarni Xudo taolo payg'ambar qilib saylagan. Ularda tushda junub bo'lish degan narsa bo'lmagan ekan. Tushda ehtilom degan narsa bo'lmagan ekan. Xudo taborak va taolo o'sha zotlari pok bo'lgani uchun ularga ham tushda ehtilom bo'lmagan xotinlarni xotin qilib bergan, o'shaning uchun bilmagan ekan ular. O'shaning uchun Oysha onamiz shuncha ilmi bilan Ummu Salama onamiz ham bilmagan ekanlar, Oysha onamiz ham bilmagan. Nimaga? Eng pokiza zot payg'ambarning xotini bo'lgan ular. Kitobda aytadiki, agar sen ham pok bo'lsang, seni pokliginchalik darajada senga Xudo taolo xotinni ro'para qiladi. Iflos bo'lsang, ko'chada hech kim ko'rmayapti, termilib o'tirasan begona xotinga, senga ham termilayotgan xotinni ro'para qiladi. Erim ko'rmayapti deydigan xotinni ro'para qiladi. Hech kim ko'rmasa ham Xudo ko'rib turibdi. Men o'zimni himoya qilay, menga ham Xudo taolo meni xotinimni ham boshqalardan yomon nazardan himoya qilsin deb turib, shu niyatda yumsangiz, ajabmaski siz nasabingizdan ham haromga yurmaydigan yaxshi zotlar chiqadi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillah.
Va salatu vassalamu ala rasulillah parvardigor olam. Qilingan masala masoillarimizda sodir bo'lgan xatolarni, o'zing kamchiliklarimizni kechirgin. Bizlarni hammamizni aytilgan masala masoillarga amal qilishimizni oson qilgin Parvardigor. Ayollarimizga sharm va hayo bergin. Nasl nasabimizni Parvardigor bulg'atmagin. Zurriyotlarimizni ko'rganda ko'zlar quvonadigan zurriyot, xotinlar bizga ato qilgin Parvardigor olam. Dunyo oxirat saodatiga nasibador qilgin. Payg'ambar alayhisolatu vassalom muhabbatlari nuri bilan qalblarimizni munavvar qilgin. Janob Rasulullohning saflaridan Parvardigor chiqarmagin bizni. Janob Rasulullohning bayroqlarini ostida qiyomatda bizni tiriltirgin. Jannatingga dohil qilgin. Do'zaxdan o'zing bizga panoh bergin. Do'zaxdan saqlagin. Oqibatlarimizni xayriyatli qilgin. Kalima-i shahodat Parvardigor bizni qalbimizdan hargiz ayirmagin, ajratmagin. Ular vaqtimizda iymon bilan o'lmoqligimizni nasib qilgin. Hayotimizda va mamotimizda go'zallik ato qilgin, toyiblik ato qilgin. Parvardigor haloldan rizq bergin, haromdan o'zing saqlagin, barakotli umr bergin. Qo'l ko'tarib, "Meni ham avlod zurriyotimdan qorilar chiqarmakin" deganlarni avlod zurriyotlardan qorilarni hargiz uzmagin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi va azvajihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin.